Keşbek ey, keşbek mana canım, keşbek. Onash, nima qilyapsan? Rizqimni teryapman. Men aytgan narsalarni olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Meva, cheva, kartoshka, piyoz hammasini oldim. Chekinichi. Yo'q, esimdan chiqibdi-da. Nima? Nima chekin olib kelmaysiz? Niyangiz joydami? Menga bering, tez borib chekin olib keling. Cheksiz uyga qadam bosmang. Keşbek qadrini qaydan bo'lur? Keşbek urmagan bandalar. Chekkalarim ochdi, chiroy. Necha pul bo'ldi aka? 1000 so'm bo'ldi. Mana aka. Rahmat, sog' bo'ling. Qanaqa rahmat, qanaqa suv bering, chekni bering. Chekni nima qilasan? Keşbek yig'aman. 1000 so'm, 1000 so'm. Ay desa 1000 so'm o'z yig'ilib daryo bo'lur. Rahmat aka. O'zizcha 1000 so'mni pisand qilmaysiz, ana 10 so'm tushdi. Dadish, chekda bo'ldim. 6 millionlik chekda bo'ldim. O'zim bo'ylanib ketganman, nimadan o'z bo'lim borish kerak. Ibi, bu chek oldin ro'yxatdan o'tilgan. Ana, ko'rdingmi? Bilib qo'y, boylar bekorga boy bo'lmaydi. Ular tintinigacha hisoblab yuradi. Akani ham senga o'xshagan xotini bo'lgan bo'lsa, urganda chekdi. Mana senga sovg'am bor. Mayli, sen birinchi ko'rsat. Mana Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy oldim. Qaysi pulingga olding? 2 yildan beri keşbek yig'aman bu. Hozirgi kunda Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy olsangiz, boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. Endi siz ko'rsating. Men senga sovg'ani udarini olganman. Mana. Dodish, bugun keşbekchi ayollarni